Pensionerlar diqqatiga. Fevral oyining pensiyasini kutayotgan pensionerlar uchun ajoyib yangilik. Fevral oyi pensiyasi bo'yicha kutilmagan yangilik e'lon qilindi. Fevral oyining pensiyasini kutayotgan pensionerlar uchun zo'r xabar tarqaldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Bu xabar siz uchun fevral oyi pensiyasi haqida hammani hayratga soladigan yangilik bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Endilikda O'zbekiston Respublikasida pensiya tayinlashda chet elda mehnat qilgan davrni ham ish stajiga qo'shish imkoniyati mavjud bo'ldi. Agar siz mehnat shartnomasi asosida xorijda ishlagan bo'lsangiz, o'tgan davr uchun ijtimoiy soliq to'lash orqali ushbu davrni ish stajiga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Endi pensiya tayinlashda chet elda ishlagan davrni ish stajiga qo'shib olish tartibi qanday? Mehnat shartnomasi asosida chet elda ishlagan fuqarolar tomonidan o'tgan davr uchun ijtimoiy soliq quyidagi miqdorda to'langanida ish stajiga hisobga olinadi. 2019-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davr uchun har bir oyga bazaviy hisoblash miqdorida 2019-yil 1-yanvardan 2019-yil 31-dekabrga qadar bo'lgan davr uchun bir yilga BXMning 4,5 barobari miqdorida 2020-yil 1-yanvardan keyingi davr uchun yiliga bazaviy hisoblash miqdorida deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, ushbu xabar ostiga like bosib, videorolikni barcha fuqarolarga yuborib qo'ying.